Ben Kapıcı Alışveriş'in hocalığıyım. Başlığı Yakup Uluğuyum. 2019 yıldan beri devlet kampanyasından şartlama kılıp tomchilash o'rnatganmiz. Hozir 2024 yil Hinjon usuliga o'tdik. Mana 2024da 50 sentner oldik paxta. Bir yilgila yil xudo xolasa 80 sentnerni kutib turibmiz. Mana hozirgi kunga 5 ta o'rtacha normanda ko'chamiz bor. Mana 1, 2, 3, 4, mana 5, 6-chi endi chiqyapti. Shona o'shuncha shona bor mana. Hinjon usuli qo'sh qatorda. Bu yil endi 80 ni mo'ljallayapsizmi xudo xolasa? Xolasa bir 80 olash niyat bor. Hozir 18-iyun bo'lsa, avgust 10-iyullarga tekis chiqqan olamiz-da. Haligi Avgust 15ga tayyor bo'ladi paxta. haligi yangi fermerlarda tomchilash qilayotganda ko'p xatoliklar bo'lyapti-da. Shuni nima deysiz? Qanaqa xatoliklarga yo'l qo'yyapti? Va sizdan ham maslahat so'ragani kelayotgan. Fosforli o'g'itdan kaliyli o'g'it tomchilashga haydab qo'yyapti. Tomchilashga haydab qo'ygandan keyin liniyada tiqilish bo'lib, olashonqash ko'payib ketadi. Ana shu yerda xato ko'p ketib qolyapti. Shlanka tommayapti, boshqa narsa o'shanda ko'p chiqadi. Birinchi yil qilganda menda ham shu narsa bo'lgan. Fosforli o'g'itni haydaganman, tomchilamay qo'ygan. Shurat bergan, rosa diqqat qilman, shlanka noto'g'ri deb. U ayb o'zimiz degan. Ash fosforli o'g'itdan kaliyni oqsak, iloji shlanka uzilgisi tiqiladi. Siz nima deb tavsiya berasiz yangi qilmoqchi bo'lgan fermerlarga? Qilsa bo'ladiganmi, effekti bormi, yo'qmi? Hinjon usul qo'shqota hamma qo'yapti bundan. Mana birinchi ishlovda yerni zo'r tayinlab oladigan bo'lsa, qiyinchilik yo'q. Mana tepasiga turpoq tashlamash kerak, plyonkaga. Turpoq tashlab qo'ydi qiynaladi. Ana shu narsalarni qilmasa, mana men qilma desam, men qilaveraman har yili. Ash paxta. Mana yomon bo'lgan, hozirgi kunga bunaqa paxta kam bo'lsa kerak. Hozir mana o'rtacha 5 ta ko'sak bor-ku paxtada. Yana narigisiga ham 4 ta bor, o'rtacha mana o'shanda 4 ta ko'sak bor. 2 ta gul tayyor turibdi. Menga o'rtacha 15 ta ko'sak qo'ysam yetar. Hozir nechta ko'chat bor bu yerda? 10 gektar. 65 ming o'rtachasi ko'chat bor. Endi 220 ming, 240 ming menga unaqa ko'chat kerak emas. Shu 160 ming yetadi. Mana o'rtacha mana shu 15 taga yetkazib olsam yetadi. 2400 ta ko'sak bo'ladi. 2400 tani 3,5 grammga ko'paytirganimiz ham 80 sentnerga boradi. Xudo xolasa. Endi dehqonchilikka baraka.